Assalomu alaykum hammaga. Hamma yaxshi yuribdimi, zo'rmisizlar? Mana bizda qish boshlandi, mana gullarni mana shunday qilib o'radik, xudo xolasa. Qishdan eson omon chiqsin deb. Mana bu tomonlar. Basseynlarimiz ham ustilari mana qorga to'ldi. Xudo xolasa bizda ana Moskvada Nolasa qish boshlandi. Qorda kecha bir kuz archalarimiz ham o'rmonimiz ham qor uncha ozi ko'rinmayaptimi deyman-da. Qanday chiroyli bo'lgan. Havosi toza, o'rmonning oldida bo'lgani uchun havosi juda zo'r. Mana archamizni qaranglar. Qanday chiroyli qorga burkangan. O'rmonimizda bugun osmon ochiq, muzlagan. Kechasi bundan battar muzlaydi, xudo xolasa. Yana qorlar yotibdi. Bizning kolodosimiz. Bu yo'lakchadan to'g'ri o'rmonga ketadi. O'rmonga kirib ketamiz. Lekin havosiga mazza qilasiz. Toza havo. Mana bu yer o'zimiz ham bariga to'kib boshladi, qanday chiroyli bo'lgan.